Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti travmatologiya va ortopediya va neyroxirurgiya kafedrasi assistenti, tibbiyot fanlari nomzodi Ahmedov Shamshir Shavkatovich. Bugun sizga o'qiladigan va taqdim etiladigan ma'ruzamiz travmatologiya va uning rivojlanishi faniga mavzusiga bag'ishlangan. Travmatologiya bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, travma jarohat, logos fan degan tushunchani bildiradi. Travmatologiya tayanch harakat sistemasida uchraydigan jarohatlarni patogenezi, klinikasi, diagnostikasi, davolash va profilaktikasini o'rganuvchi fandir. Ortopediya bu grek so'zi bo'lib, ortos tik, to'g'ri, pedia bola, tarbiya ma'nosini bildiradi. Ortopediya tayanch harakat sistemasida kuzatiladigan deformatsiyalar va kasalliklarni o'rganuvchi fan bo'lib hisoblanadi. Travmatologiya va ortopediya belgisi, mana ko'rib turganingizdek, bu Nicholas Andre nima qilgan, chizgan. Ortopediya termini 1741-yilda fransuz olimi Nicholas Andre tomonidan tavsiya etilgan bo'lib, bolalarda qo'l-oyoq deformatsiyalarini prinsipini ifodalashda u qiyshiq o'sayotgan daraxtni unga to'g'ri tayoqchani bog'lab to'g'rilashni misol tariqasida keltiradi. Nicholas Andre chizgan rasm ortopediya ramzi bo'lib qoladi. Arxeologlar izlanishlarni shuni ko'rsatdiki, paleolit davrida bundan 100 ming yil muqaddam neandertal odamlar shikastlanishlarida yordam ko'rsatishgan. Neandertallarning suyak qoldiqlari tekshirilganda ularning hayotlik paytlarida turlicha shikastlanishlar, singan o'mrov, bilak, tirsak va kurak suyaklarining to'g'ri bitganligi aniqlangan. Shu kunlargacha yetib kelgan hayot kitoblari Ayurvedada bundan necha ming yil ilgari qadimiy Hind hakimlari qo'l oyoqlarini amputatsiya qilganini, burun, quloq va labda plastik operatsiyalarni bajarishlarini yozilgan. Suyak singanda tortish yo'li bilan o'rniga solingan. Turli bo'ylamlar, quyish va bambukdan yasalgan taxtachalardan davolash usullarida foydalanilib kelingan. Qadimiy Yunonistonda hakimlar jarrohlikning asosiy travmatologiya va bo'ylamlar haqiqatdagi fan, dismurgiya bilan shug'ullanishgan. Tibbiyotning otasi Gippokrat eramizdan ilgari 3-asrda yashagan, jarrohlikka bag'ishlangan sinishlar haqida, boshning jarohatlari haqida, bo'g'imlarni joyiga solish haqida va boshqa asarlari jarrohlikning yuksak darajada rivojlanganida dalolat beradi. Gippokratning bo'g'imlarni joyiga solish haqidagi asarida Gippokrat taxtachasi va chiqqan suyaklarni o'rniga solish uchun moslama Gippokrat o'rindig'i tasvirlangan. Yog'och moslamasida yelka suyagini chiqishlarida Gippokrat usulida solish ko'rsatilgan bu rasmda. Bu yelka suyak bo'shchasini odatiy chiqishlar holatlarida ko'pincha shu usullardan foydalanadi va hozirgi kunda ham bu usuldan foydalanib kelinadi. Travmatlarda, travmatologiya va ortopediya bo'limlarida. Gippokrat o'rindig'i chiqqan suyaklarni o'rinda solish uchun dastakli moslama. Bu rasmda ko'rinib turibdi. Eramizdan avvalgi 1-asrda Corneliy Cels tibbiyot haqida traktat yozgan. Cels traktatining tibbiyot haqidagi 8-kitobi suyak jarrohligi masalalari va travmatologiyaga, 4-10-boblar suyak sinishlariga, 11-25-boblar suyak chiqishlariga bag'ishlangan aynan. Cels shikastlanishlar oqibatida uchraydigan gangrena va bo'g'imlarning qotib qolishini oldini olish choralariga katta ahamiyat bergan. Ochiq sinishlarda jarrohlik ishlovini berishni tatbiq qilgan. 131-206-yillar Galen deformatsiya turlari va ularni davolash to'g'risida izlanish olib borgan va birinchi bo'lib umurtqa pog'onasida uchraydigan deformatsiyalar, kifoz, skolioz va lordoz tushunchalarini qo'llagan. Abu Ali ibn Sino 980-yil va 1030-yillar o'zining tibb qonunlari asari bilan 17-asrgacha Sharq va G'arb hakimlari uchun asosiy tibbiy dastur bo'lib amal qilib keladi.
keldi. Tib qonunlarining 4-kitobida muallif jarohatlar, suyak kasalliklari, sinish va chiqish to'g'risida batafsil to'xtalib, ularni davolash to'g'risida ham batafsil berilgan. Yelka chiqishini bevosita o'rniga solish Avitsena usuli deb nomlangan. Ibn Sino siniqlarni davolashni har tomonlama chuqur izohlash bilan bir qatorda ularni singan sathi, segmentlari, joylashuvi va holatiga qarab repositsiya usullarini to'xtalib o'tgan va davolash tamoyillari hamma sinishlari uchun asosan bir xil bo'lgan. Buyuk fransuz jarrohi Ambroise Paré 1510-yil, 1590-yillar o'q otar quroldan yo'y, nayza va boshqa qurollardan yetkazilgan jarohatlarni davolash usulini degan ilk ilmiy asarini 1545-yilda chop etgan. Uning ikkinchi xizmati amputatsiyalar ta'limoti va qon ketishni to'xtatish usullari Ambroise Paré birinchi bo'lib protezlash va ortopedik apparatlarni qo'llagan. İtalyan olimi Gaspar Tagliacozzi 1546 va 1596 yillar teri plastika operatsiyalarini taklif qiladi. Terilarni oziqlantiruvchi oyoqchada ko'chirishni birinchi qo'llagan olim hisoblanadi. Fransuz olimi Dupuytren 1777 va 1835 yillarda 16 yoshidan boshlab o'liklarda odam anatomiyasini o'rganish boshlagan. 30 yoshida eng yosh professor bo'lib yetishadi. Uning nomi bilan bilak, boldir suyaklarining distal qismidan sinishlari va barmoqlarning kontrakturasi atalgan. 19-asr oxirida o'z hayotini botam ortopediyaga bag'ishlangan dastlabki ortopedlar paydo bo'ladi. Birinchi ortopedlar Germaniyada paydo bo'ladilar. Bular Gustav Kraus, Kelliker, Julius Wolf, Adolf Lorenz va Albert Goffa. Amerikada Taylor Sayer, Gibney, Angliyada Tabby, Robert Jones, Italiyada Panzeri va Codivilla, Fransiyada Kirmison va Redar. Rossiyada 1900-yilda birinchi bo'lib harbiy gospital tarkibida travmatologiya va ortopediya bo'limi ochiladi. Uning asoschisi Turner edi. 1906-yilda Sankt-Peterburgda harbiy tibbiyot akademiyasi tashkil topadi. Uning raqibida ikkinchi travmatologiya, ortopediya va klinikasi tashkil qilinib, uni professor Vredin boshqaradi. Sankt-Peterburgdagi uni tashkil qilgan ortopediya instituti Vredin nomi bilan ataladi va hozirgi kunda ham bu institut faoliyat olib boriladi, faoliyati davom ettirilyapti. 1918-yilda Rossiyada birinchi travmatologiya va ortopediya kafedrasi davlat tibbiy bilimlar institutida ochildi va uni professor Palenov boshqardi. 1921-yilda Moskva shahrida Nikolay Nikolayevich Priorov rahbarligida Markaziy travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish instituti tashkil topadi. 1961-yilda Priorov vafotidan so'ng institutga uning nomi beriladi. Rekonstruktiv jarrohlikda konservlangan to'qimalar, ayniqsa autogen suyak to'qimasi o'rnatish avj oladi. Bu operatsiyalar Sityenko, Vredin, Novachenko, Chaklin va boshqalar tomonidan bajarilib kelinadi. Travmatologiya va ortopediya sohasida Rossiyada qo'lga kiritilgan muhim nazariy va amaliy yangiligi bu Ilizarov va Gudshvari tomonidan yaratilgan va asoslab berilgan kompression distraksion usul hisoblanadi. Bu metod prinsiplari asosiy tashqi fiksatsiya uchun universal va tor maqsadli apparatlar yaratilgan. Chaklinning 1931-yildan boshlangan ishlari tufayli umurtqa jarrohligi sohasida katta natijalarga erishiladi. Demak, travma nima degani? Bu shikast. O'tkir travma bu favqulodda bir vaqtning o'zida turli tashqi omillar, mexanik, termik, kimyoviy, radiatsion va boshqalarning inson organizmiga to'satdan ta'siri ostida to'qimalarning anatomik butunligi va fiziologik funksiyasini buzilishidir. To'qimalarning shikastlanish tabiatga qarab latiyishi, jarohatlar va boshqalar va bo'shliqlar, latiyish, qon quyilishi, ko'krak, qorin, bo'g'imlarning jarohatlanishi va boshqalar shikastlanishi mumkin. Shikastlanishlar kuch ta'sir qilgan nuqtaga qarab bevosita va bilvosita turlariga bo'linadi. Ular yakka son suyakning ko'ndalang sinishi yoki ko'p sonli bir necha qovurg'alar sinishi yoki qo'shma bo'lishi mumkin. Bular chanoq suyaklari sinib, siydik pufagining yorilishi
va kombinatsiyalangan bo'lishi mumkin. Sonning sinishi va oyoq panjasining sovuq olishi bo'lishi mumkin. Mexanik omilning ta'siri siqilish, cho'zilish, yirtilish, buralish yoki zarbaga qarshi turlarda uchraydi. Natijada kuch tushgan joydagi tana qismi shikastga uchraydi. Tashqi omillarning ta'sir kuchiga shikastlanuvchi kuch yo'nalishi, kuch ta'sir etuvchi burchak, shikastlovchi agent ta'sirining davomiyligi sovuq olganda, kuyganda, qisilib qolishlar kiradi. Travmatizm bu aholining ma'lum guruhlari yoki qatlamida bir xil vaziyatda, mehnat va turmush sharoitlarida yuz beradigan shikastlanishlar yig'indisi hisoblanadi. Aholida turli faoliyat turlarida uchraydigan shikastlanishlarning sababi, oqibatlariga oid bog'liqliklarni aniqlash, shikastlarning oldini olish uchun ishlab chiqiladigan choralar uchun zarurdir. Travmatizm darajasi 1 oy, 1 yil uchun 100 yoki 1000 kishiga shikastlar miqdori bo'yicha hisoblanadi. Qadimgi Yegiptda sinishlarni palma daraxti barglari bilan fiksatsiyalar, yelka suyagini repozitsiya qiluvchi Gipokrat moslamasi rasmda ko'rsatilgan. Demak, oyoq muchasi o'qi. Bu birinchi holatda, bu A holatimizda bu normal o'qi. Ikkinchi holatda genu varum, uchinchi holatda genu valgus. Genu varum bu odatiy holatda varusni oyoq deyiladi. Genu valgum bu valgusni oyoq deyiladi. To есть osmon va xmon deyilish mumkin. Qo'l muchasining o'qi bu normal o'q, cubitus valgus bu va cubitus varus. Yelka bo'g'imda harakat doirasini o'lchash. Uglomer bilan o'lchanadi bu harakat doirasi. Tirsak bo'g'imda harakat doirasini o'lchash. Umuman olganda har bitta bo'g'imning o'zini normada harakati bo'ladi. Bu, например, umuman olganda har bir bo'g'imning o'zini normal harakati bo'ladi. Misol uchun son chanoq bo'g'imni keltirsak bo'ladi. Son chanoq bo'g'imi bu aylana bo'g'imga kiradi va bu ichki rotatsiya, tashqi rotatsiya, bukuvchi, yozuvchi funksiyalarini bajarishi mumkin. Uzoqlashtiruvchi, yaqinlashtiruvchi funksiyasini bajaradi. Chanoq son bo'g'imida harakat doirasini o'lchash mana bu uglomer bilan o'lchanadi. Tizza bo'g'imida harakat doirasini o'lchash holati. Boldir uzunliklarini taqqoslash. Yelka uzunligini taqqoslash. Bilak uzunliklarini taqqoslash. Oyoq muchasi uzunligini o'lchash, son uzunligini o'lchash, boldir uzunligini o'lchash. Son uzunligini o'lchashda biz son boshchasini topiladi va shu yoqdan to tizza bo'g'imi qopqog'igacha o'lchaniladi. Qo'l muchasini uzunligini o'lchash, yelka uzunligini o'lchash, bilak uzunligini o'lchash. Absolut kaltalik bo'ladi bizda, bemorlarda yoki nisbiy kaltalik bo'ladi yoki tuyuluvchi kaltalik bo'ladi. 3 xil holat mana ko'rsatilgan bu yoqda. Mucha aylana uzunligini o'lchash, bu qo'los santimetr bilan o'lchasa bo'ladi. Bu holatini faqat asimetriyasini bilish kerak. Ikkala muchalarni o'lchash kerak buni aniqlash uchun. Qo'l muchasi sinishlarda Kramer sinasimon shinasi yordamida immobilizatsiyalash. Bu Kramer shinalari har bitta travmpunktda va har bitta tez yordam mashinasida bo'lish kerak. Bu chunki birinchi yordamlardan biri hisoblanadi yuqori muchalarda sinishlarda. Boldir sinishlarda zinasimon shina yordamida immobilizatsiya qilib, bunaqa shinalar ham har bitta travmpunktlarda va har bitta tibbiyot birlashmasida bo'lish kerak bu narsalar. Bu birlamchi immobilizatsiya qilish uchun zinasimon shinalar ishlatilinadi.
Gipsli bo'ylam turlari bu langetali, sirkulyar, koksitli, yarim koksitli, redressatsiyalovchi va ko'priksimon. Ko'pincha oyoq, qo'l singanda yoki kichik boldir suyaklari, kichik boldir suyagi, katta boldir suyagi yoki tirsak suyaklari singanda biz ana A usulidan foydalanamiz. Bu langetali gipsli bo'ylam qo'yiladi. 3 kun, 4 kun davomida keyinchalik shu ishlar qaytgandan keyin yumshoq to'qimalar o'z holatiga kelgandan keyin bu langetali gips olib tashlanib, sirkulyar gips holatiga o'tkaziladi. Skeletni tortma quyish nuqtalari. Skeletni tortma bu sinishlarda ko'pincha qo'yiladi. Bolalarda qo'yish mumkin. Bu narsani skeletni tortma quyish nuqtalarini bilsak. Boldir suyagi sinish skeletni tortma va son suyak sinishlarda skeletni tortma. Intramedullar osteosintez, KDO. Hozirgi kunda kompression distraksion osteosintez foydalanadi. Intramedullar osteosintez va ekstramedullar osteosintez turlari bilan foydalanadi travmatologiya ortopediya sohasida. E'tiboringiz uchun rahmat.